Hammalarga salom. Sizlar bilan Anze bugun men yangi akkaunt olganman. Sizlarga shuni obzor qilib beraman. Ungacha obuna va like bosamiz. Qani ketdik bo'lmasa obzorni boshladik. Ana akkauntda bitta ultimate bor. Mifilar ham bor. Bu akkaunt Spy Family mifiga va anime mifiga bor. Mana bu Ren degan anime ekan. Buniki YouTube nimadirda, короче, animeda. Buni ham animega qiziqmagan shunga. Obzorda ko'rishimiz mumkin. Mana pastga tushsak, Dragonniki bor ekan bitta. Sariq setlar bor. Va mana oddiy red kiyimlar ham bor. Kiyimda bitta old kiyim ham bor. Bilsalaring. Hozir sizlarga kaskalar yetib keldik. Kaskalardan letnik kaska bor. Keyin 3 ta mefitskiy kaska bor. Ko'rishlaring mumkin. Ikkitasi sezonni olingan, bittasi sovrin yo'li. Keyin birinchi mana bu kaskani bilganlar biladi. Old kaska bu. Bu birinchi sezonniki. Ko'rishlaring mumkin kaskalarni. Kartushlar. Endi esa navbat bosh kiyimlarga. Bosh kiyimlardan mefiklar bor ekan, mefitskiylar ko'p, lekin menga yoqmaydi. Ana old o'sha qorboboni qora bosh kiyimchasi bor. Keyin menga yoqadigan o'sha kepka bor, ana pushti. Menga yoqadigan har doimdek soch. Bu sochni men kiygandan olganman. Yomon ham yoqardi menga. Pastga tushamiz va mana ko'rishlaringiz mumkinki, o'sha menga yoqadigan o'g'rini bosh kiyimi bor. Mana shu tudem setlar zo'r ketadi sizlarga agar. Ochkilar hech kimga qiziqmas, baribir video qilib ko'rsataman. Va maskalar, Sarjina maska, 14-sezonning o'sha maskasi bor. Mana akkaunt ko'rishlaringiz mumkin. Bu gepard maska bor-ku, men o'sha deb o'yladim. Unga o'xshashi o'sha fake esa. Keyin oddiy maskalar bor va o'sha tudem setlar o'sha Star Kapitani kiyimi bo'lgan. O'g'rining maskasi. Tepa setlardan. Va bu tudem set, garchi men nomini bilmayman. Keyin mana bu set bor. Doktor set bor. Doktor set normal. Keyin Valker set ham bo'lishi kerak. Valker setda hozir ko'rsataman. Video o'chib qolmadim, o'chmabdi. Va Valker set bor. To'ta sumkadan ko'rib bo'lmayapti. Yechaylik. Kartida bo'lmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Yana meni akkauntimda bu akkauntni o'zi 500 mingga oldim. Ko'rishlaringiz mumkin. Qizil eski old bo'lgan o'sha redga qizil kiyim bor. Bilgan biladi uni. Va sumkalardan 4 ta mefitskiy eng muhim varon sumka bor. Va ana pastga yana sumkalar bor. Va eshton pastki setlar, pastki setlardan yubkacha bor. Kapitan set tagi bor. Hadok hammada bor. Bu qanaqadir set, old setga o'xshatib yubordim. Oyoq kiyimlar hech kimga qiziqmas, lekin ko'rsatgim keldi, ko'rsatyapman. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Ana endi arzonlardan letnik bor. Letnik hozir hammada bor o'zi. Va akkauntga kiramiz. Mana akkaunt 76-level. Kolleksiyasi 54. Statistika 370 da. Sharaf kolleksiyaga ega edi. Tepada ekan. Qanday kirardi kolleksiyaga? Qanday ko'rardi? Bo'ldi, topdim. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 54 kolleksiya 13 ta mifiga bor, bitta ultimate bor akkauntda. Endi prokachkalarga kiramiz. Mana 13 ta prokachkasi bor ekan. Bu Scorpion 1, Dravashka 3, Skarl 3 qilingan. Kelchat qilinmabdi hali. Bo'la. O'zi kelchat. Karaga opti bittaga. Kichkin ko'tarmoqchi va letnik 4. Eng muhimi letnik kelchat. Letnik kelchat. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Boshqa yo'q. Shunday qilib akkaunt ko'rishlaringiz mumkin mana.
bir marta zavod ham olingan. Keyin hozir AirPlay'ga kiray, sizlarga ko'rsataman. Bu old akkaunt S10 dan beri o'ynalar ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. S10 dan beri o'ynaladi. Bitta shunday qilib akkaunt obzorimiz tugadi.